Sal chetroq tursalaring bo'lmaydimi? Uzr aka, ko'rmay qolmiz. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, qalaysan? Shuni ko'rgani kelishuvdi bular. Manga qara. Bularing moshna oladigan odamga o'xshamayapti. Bekorga vaqtim bo'lyapti. Ukam, kemash mashinani olmay qo'ya qolaylik. Ana shu yerigina muomalasi menga vahshiy yoqmayapti. Manno aka, o'sha mashina rasmini tashirdim. Yo'qdi, shuni olib beringlar deyapti. Qabz berib qo'yganman. Ozgina sabrli bo'linglar. Ha, qara. Buni turshidan puli bor bolalarga o'xshamaydi. Nima mashinada keldi o'zi buni? Mana Maminda keldi. Matizdami? Aka, mashina bizga ma'qul. Agar egalar ishonchli inson bo'lsa, sotish huquqi bilan generalning doверенность qilib bersangiz, mashinani baraka qivorardi. Ishqilib, pullaring naqdmi? Aka, pulimiz naqd bo'lmasa, sizni qimmatli vaqtingizni olib, mana shu yerda turmaymiz-ku. Mashina faqat avtomobilga sotiladi. Sallaga to'g'ri kelsa shu. Bo'ldi aka. Bo'lmasa, baraka. Barakasini bersin. Faqat hozir uyimga tushamiz. Sizga bir piyola choyim bor. Qolgan pulni olib kelib, notariusga ketamiz. Hali pulam yoningda emasmi? Aka, sizni o'zimning uyimga, xonadonimga bir piyola choyga taklif qilyapman. Bo'pti. Ketdi. İşte tez bitirelim. Manno aka, siz mehmonlarni olib uyga olib kirib turing. Men pulni olib hozir tushaman. Qani mehmonlar, uyga kiramiz. Kiringlar. Kelinglar.